Farg'ona shahar Abdulla Qodiriy ko'chasidagi 116-uyda 23-xonadonda mulkdor tomonidan xonadonni ichki konstruksiyasiga o'zgartirish kiritib, bu devor qismini kesib, o'z boshimchalik bilan kesib qo'yganlik holati aniqlandi. Farg'ona shahar Abdulla Qodiriy ko'chasi 16-B uyining 23-xonadonida mulkdor tomonidan xonadonning ichki konstruksiyalariga, to'siq devorlariga o'zgartirish kiritganligi aniqlandi. Holat yuzasidan fuqaroga nisbatan 15 kunlik bajarilishi shart bo'lgan majburiy ko'rsatma rasmiylashtirib berildi. Va 15 kun ichida qonun buzilish holati asl holatiga qaytarib bartaraf qilinmasa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 159-moddasi 3-qismi bilan ma'muriy javobgarlikka tortilishligi tushuntirib o'tildi.